Qaysi transport vositalarini qatnov qismining chetida ikki qator qilib qo'yish mumkin? Kajavasiz mototsikllar, mopedlar va velosipedlarni ikki qator qilib qo'yishga ruxsat beriladi. Bu yo'l belgisi bildiradi. Bu yo'l belgisi yo'lning piyodalar o'tish joyi bo'lgan qismi borligi haqida ogohlantiradi. Suyak singanda qaysi matodan qotirib bog'lash uchun shina sifatida foydalanish qulay? Suyak singanda taxta bo'lagidan shina sifatida foydalanish qulay. Harakat ikki tomonlama bo'lgan 3 bo'lakli yo'lda siz o'ngga burilishingiz zarur. Ushbu manyovrni siz qaysi bo'lakdan amalga oshirasiz? O'ng bo'lakdan amalga oshiramiz. Qaysi joylarda transport vositalariga qatnov qismining chetida burchak ostida to'xtab turishga ruxsat beriladi? Yo'lning qatnov qismining kengaytirilgan joylarida boshqa yo'l harakati qatnashchilariga xalal bermaslik sharti bilan burchak ostida qo'yishga ruxsat beriladi. Qaysi yo'nalishda harakatlanishga ruxsat etiladi? Belgiga qaraydigan bo'lsak, 4-1-1 belgisi o'rnatilgan joyda harakat to'g'riga va o'ng tomondagi yondosh hududga ruxsat beriladi. Qaysi transport vositasining haydovchisi yo'l berishi kerak? Bu vaziyatda qo'shimcha tarmoqqa qaraydigan bo'lsak, mototsikl birinchi, qizil avtomobil ikkinchi, demak avtomobil haydovchisi yo'l berishi kerak. Qaysi belgi ro'para harakatlanishning ustunligi bildiradi? Demak, bizga nisbatan ro'paramizdagi transport vositasining ustunligini ikkinchi belgimiz ko'rsatib beradi. Yuk transport vositasiga shunday joylashtirilishi kerakki, u shovqin hosil qilmasligi, chang ko'tarmasligi va atrof muhitni ifloslantirmasligi kerak. Qaysi belgi qoidalarning aholi punktlarida harakatlanish tartibini belgilaydigan talablarni bekor qilishini ko'rsatadi? Aholi punktida kiritilgan cheklovlarni 4-belgimiz bekor qiladi. Bu yo'l belgisi ogohlantiradi. Demak, bu yo'l belgimiz shlagbom bilan jihozlanmagan bir izli temir yo'l kesishmasiga yaqinlashayotganlik haqida ogohlantiradi. Qaysi transport vositasiga harakatlanishga ruxsat etiladi? Demak, bu ishorada faqat yengil avtomobilga harakatga ruxsat beriladi. Avtomobilning qaysi g'ildiraklari sirpanib tormozlashga ko'proq moyil? Demak, avtomobillarimizni orqa g'ildiraklari sirpanib tormozlashga ko'proq moyil hisoblanadi. Qaysi transport vositalariga to'xtab turishga ruxsat beriladi? Demak, to'xtab turish taqiqlangan belgisining tagidagi qo'shimcha axborot belgisiga qaraydigan bo'lsak, to'xtab turish taqiqlanadi, faqat yuk avtomobili uchun ruxsat beriladi, yengil va mototsiklga. Kunning qorong'u vaqtida sun'iy yoritilmagan yo'llarda yoki yetarli ko'rinmas sharoitda yonmaydigan orqa gabarit chiroqlari bilan to'xtab turish yoki ta'mirlash joyiga borishga ruxsat etiladimi? Taqiqlanadi. Haydovchi o'z harakat yo'nalishidan qat'iy nazar kimning ixtiyoriga transport vositalaridan foydalanishga imkon berish zarur? Demak, kechiktirib bo'lmaydigan xizmatlar tibbiyot xodimlariga, hayot xavf ostida qolgan bemorlar uchun. O'ngga burilishda bu belgi bilan belgilangan bo'lakka o'tishga ruxsat etiladimi? Ruxsat etiladi. Bo'lak qolgan harakat qismidan sidirg'a chiziq bilan ajratilmagan bo'lsa, ya'ni sploshnoy chiziq chizilmagan bo'lsa, ruxsat etiladi. Ko'k avtomobil chorrahani nechanchi bo'lib kesib o'tadi? Demak, bu yerda svetoforga amal qilamiz, belgiga esa qaralmaydi. Svetoforga ko'ra ko'k avtomobil chorrahadan birinchi bo'lib harakatlanadi. Transport vositalari chorrahadan quyidagi tartibda o'tadi. Ko'rayotgan bo'lsak, bu yerda asosiy tarmoq svetofor qizil mashinada, qo'shimcha tarmoq esa tramvay va avtobusda. Demak, birinchi yengil avtomobil, keyin tramvay va avtobus. Qo'l jarohatlanganda kiyim qanday tartibda kiygiziladi? Qo'l jarohatlanganda kiyim oldin kasal qo'lga, jarohatlangan qo'lga, so'ngra esa sog' qo'lga kiydiriladi.